Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 7-noyabrdan 10-noyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 7-8-noyabr kunlari kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduz kunlari 8-13 darajani tashkil etadi. 9 hamda 10-noyabr kunlari esa kechalari 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 7-noyabr kuni kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduz kunlari 2-7 daraja iliq. 8-10 kunlari esa kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduz kunlari 3-8 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.